İnsan bulup bilmiydi her kim. İnsan bulup bilmiydi her kim. Allah özü kazı özüdür hakim. Hak dağlanıp kuşup eğer kimde kim, kasam içip kasamında durmasa, sözün yalğan değil Xuda olmasa. Kasam içip kasamında durmasa, sözün yalğan değil Xuda olmasa. Yüzü kara kılıp ota onasin, namahreme körsetse kim tanesin. Yüzü kara kılıp ota onasin, bir mehreme körsetse kim tanesin. Kaddın büküp bürmüştü ber onasin, otasını aytkenini kılmasa, sözün yalğan değil Xuda olmasa. Kaddın büküp bürmüştü ber onasin, otasını aytkenini kılmasa, sözün yalğan değil Xuda olmasa. Adem zatını bulmasa levzi halal, İşlerine şeytan biredi melal. Adem zatını bulmasa levzi halal, İşlerine şeytan biredi melal. Bu hiç kaçan yaşay olmaz bir melal. Bu hiç kaçan yaşap bilmez bir melal. Kasam içip kasamında durmasa, yeppin yalğan değil Xuda olmasa. Bu iş kaçan yaşay olmaz bir melal. Kasam içip kasamında durmasa, sözün yalğan değil Xuda olmasa. Kaysı bürün bulan işleri ele. Adetleri bular başına bela. Kasam içip kasamında durması, ne derseniz deyle Xuda olmasın. Hacı Nezer senem birası bende, menden aytış tavbanı kılma kende. Naşkürler bular ilde şermende, naşkürler bular ilde şermende. Kasam içip kasamında durmasa, sözün yalğan değil Xuda olmasa. Naşkürler bular ilde şermende, kasam içip kasamında durmasa, sözün yalğan değil Xuda olmasa. Yeppin yalğan değil Xuda olmasa. Ne derseniz deyle Xuda olmasın. Assalomu alaykum aziz eldoshlar. Bizlarni kuzatib borayotgan muxlislarimiz. Chogirma podcast ko'rsatuvimizni yana bir soni efirda. Biz siz bilan hamisha muloqotdamiz. Kommentariyalarda
yazgan yozuvlaringizni o'qib faxrlanamiz, quvonamiz. Siz sog'ingan, siz istagan insonlarni iloji boricha ko'rsatuvimizga taklif qilishga harakat qilamiz. Mana shu ko'rsatuvimizda har xil kasb egalarini taklif qilishni boshladik. Hali bizlarning rejamizda ajoyib shifokorlar, ustozlar, o'qituvchilar bor. Endi san'atkorlar hamisha elni ardog'idagi insonlar sanaladi. San'atkorlarni taklif qilsak, shuning bir xursand bo'lamiz, chunki san'atkorning o'zi bir ko'ngilni yorituvchi, ma'naviyatni targ'ib qiluvchi bir ajoyib insonlar. Bugun Qo'shko'pirlik iste'dodli san'atkor ukamiz Avazbek Avezovni studiyamizga taklif qildik. Xush kelibsiz Avazbek. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Yana bir bor aziz YouTube barcha ijtimoiy tarmoqlardan bizning kuzatuvchilar, hammangizni tanijoqlaringiz sog' bo'lsin. Hamisha xonadoningizdan fayz baraka urib turaversin. Avazbek, avvalambor sana rahmat, mana shu bizlarni ko'rsatuvimizda qatnashishga xohish bildirganing uchun, chunki men shu narsani istardim. Qo'shko'pirda ochildi bu studiya. Qo'shko'pirlik san'atkorlar bir o'zlarini xohishi bilan o'zlari intilib, mana shu ko'rsatuvda bir o'zlarini bir ichki sirlarini aytib, qo'shiqlarini aytib, xalqimizni bahramand qilishlarini istardim. Mana bugun Qo'shko'pirdan birinchilardan bo'lib, sen mana shu studiyamizning mehmoni bo'lib turibsan. Seni ijodingni ko'pchilik kuzatib boradi. Ijodkor yigitsan, chunki seni qo'shiqlaring, o'zing yaratgan qo'shiqlar efirlarda yangradi, to'ylarda yangrab turibdi. Hamisha bir oldina intilib boradigan yigitlardan birisan. Bu san'at yoxida menga shunning tuyuladi Avazbek, san'at sana bir shunning bir hobbi. Seni bir yuragingdan joy olgan shunning bir chiroyli bir hobbi deb aytiladi bu narsa. Chunki bir narsaga qiziqsang, shu meni qiziqtirgan bir soha deyiladi. Chunki sen ko'pincha to'ylarda ko'rinmaysan, konsertlarda ko'rinmaysan. Shu narsaga bir izoh berib o'tsang. San'at sening uchun nima bu? Rahmat. Savolni muhim berdingiz. Aybeka, nima desam, bu hozir уже savolni berib boshladim, javobini izlab boshladim. Tapdim da bo'layman, ish qilib, nima deydi bu? Men san'at to'g'risini aytsam, shu hozir neden syomkada oldi gaplashib turdik-ku, shuni davom bilan ulanib ketadi ekan qaqras. Aytmoqchimanki, shu maktab bitirgandan keyin mana shu qiziqish paydo bo'ldi-da bu sanada. Shu bilan yillar davomida endi qisqaroq aytadigan bo'lsak, men uchun hobbi emas to'g'risi bu. Haqiqiy men to'g'risi buni karatib ushlaganman to'g'risi. Kasb. Endi bir ko'paklar qilib aytadigan bo'lsak, endi uzr avvalambor. Atarchi bu san'atkor bo'lib qolish istamadim to'g'risida. Yasha. Shu makam ushadimdan buni ilmini, masalan, hammasini o'zim hozirhamdaki men umuman musiqani tahsil olmon bo'lsam, shuni qalbim bilan anglab, shuni o'zim ustida ishlab, hamisha hozir bugungacha men hozir fikirlarimiz bilan shu o'zlarimiz ustimizda ishlab, mana shu korni mukammal egallash uchun bel bog'laganman to'g'risi. Hali izlanishdasan. Endi savolingizni yana bir tomondan qaraydigan bo'lsak, endi avvallar qatnashar edik, vaqtimiz bor edi. Hozir endi hayot deydi, rizq Allohdan. Albatta. Rizq qayerga sochiladi ekan, uni ham tengda o'zining hikmatlari bo'ladi ekan. Allohga behisob shukr. Endi harakat qilamiz bu yoqda, Xudo xolasa. Endi sal bo'shashdik dunyo ishlaridan demayli. Ijodkor odam erkin bo'lish kerak, bilasiz. Hamma tomonlama, vaqt tomonlama bo'lsin, moliyaviy tomonlama, hamma tomonlama erkin bo'lish kerak. Bir-birini ijod bo'ladi. Shuning uchun endi taqdir deb qo'yamiz endi. Oldu, tushundim. Endi iste'dodingni yashirma, u seni o'zligingni namoyon qiladi degan buyuklarning bir so'zi bor. Senda iste'dod borligi ko'rinib turibdi. Chunki sen o'zing yaratgan qo'shiqlaring bor. Masalan, Nozli sanam, alam
İnan şunun bir chiroyli yerlarga qilding, bolding so'zing degan. Nasihat qo'shiqlaring bor. Manga iymondan gapir, bo'lg'usi degan qo'shiqlarni shundan bir chiroyli qilib talqin qilganlaring men kuzatib boraman. Rahmat. Ya qo'shiqlaringda seni shundan bir nasihat qo'shiqlaringda bo'lsin, shu klassik qo'shiqlaringda bo'lsin, bir tushkunlik kayfiyat ham seziladi-da. Sen bu kayfiyatni masalan insonga berilgan kayfiyat oladi o'zi. Tushkun holatlarga tushgan vaqtingda yaratasanmi ya shunday qo'shiqlarni? Yaqinda bir qo'shig'ingdagi so'zni eshitib qoldim. Bu dunyodan xayrlashib ketgan bor. Endi shu daraja og'ir bir tushkunlikni his qilib xalqqa yetirish uchun kayfiyatingni chaqlab olishing kerak axir odam. Doğru, lekin bunu kimgadir tushkunlik bo'lib deyish tushunish mumkin masalan. Sen tushkunlik deb tushungansiz. Men uchun tushkunlik emas, kim uchundir baxt bo'lishi mumkin-ku masalan. Jannatda talpinib deydi masalan. Shu ma'noda haqiqiy musulmon odam uchun deydi, endi hozir mavzumizdan burilib ketmasin deymanda, musulmon inson uchun bu dunyo torliq etadi deydi baribir. Qisliqadi bu hayotda deydi-da masalan. Jannatda talpinib deydi. Shu ma'noda bir soza sog'aman, lekin haqiqatdan ham ma'nolari men ko'nglimdan qalbimga o'rnashib qolgandan, men ko'nglimdagini yozilgandan bu narsalar. Yani shu narsalarni sendan eshitasim keladi hozir. Haqiqatdan bu ilohiyat bilan gaplashmayincha haqiqiy san'atkor bo'lib yetish o'ta qiyin. Albatta. Chunki ustoz san'atkorlarning hammasi ham shu iloh bilan gaplashib, shu Xudoni tanib, keyin shu yo'lga girsalar, shundagina ular cho'qqigan marraga erishganlar. Ana yana boshda aytganing atarchi bo'lib qolishni xolamadim deganing, shuni o'zim seni qalbingdagi, yuragingdagi san'atga bo'lgan mehr. Chunki yo'l-yo'lakay qo'shiq aytib, to'ylarda 5-10 so'm pul ishlab o'tib ketish ham mumkin. Shu aytilgan ashulalarni kuylab o'tib ketish ham mumkin. Bu narsa bir gün unutiladi hammasi. Lekin bir narsa yaratib, o'zingning ijodingni qilib, bir 5-6 narsa kelajakka tashlab ketsang, bu takror xalqning qalbida yana jonlanib boraveradi. Shunga harakat qilish kerak. Men seni ana shu iste'doding borligi uchun ham bugun studiyada mana bir zavq bilan gaplashib o'tiribmiz. Ustozlaring kimlar keyin? Ustozlarimiz, mavzuna kelsak, ustozlarimiz hammasi sog' salomat bo'lsin, ko'p. Bizingizdan qalar gap yo'q. Yana hozir shu 95-yildan buyon shu shug'ullanib, shu qiziqib, shu Qatarda yurib boshlagan bo'lsak, endi shu o'zlarimizda mana shu rayonimizdan Qadamboy Ahmedov biraz. Rahmatli. Jumoyam Dom Kulturanın buğalteri hamma biladi. Shu insonlar baribir san'at tomonlama, hayot tomonlama bizlar shu ustoz bo'lgan. Azimboy Yusupov o'zlarimizda. Bek Turdomlar bu yanda ishga bu rayonimizda ham ustozlarimiz ko'p. O'tganlar ko'pchilik o'tib ketdi. Alloh o'zi rahmatini olsin. Undan ham qolaversa endi viloyatimiz bo'ylab ustozlarimiz bor, o'zingiz boxabarsiz. Ağabek Sabirov ustozimiz, Zafer Qurbonboyev, Azamat ilohim. Tanajallar sog' salomat bo'lib shifo topib kelsa Alloh shifo berib. Ustozlar Farhat Davletov. Buyuk endi marhum ustozlarimiz endi ularni cheki yo'q. Hammasini ustozlar bilamiz. Shularni hammasini eshitib, tinglab, har bir harakatlarini navdat turibdi deb shu daraja bir e'tibor bilan hali bugun asharlar o'rganamiz. Sog' bo'lsinlar ilohim. Aytganingizin rostdan ham Qo'shko'pirdan shunday bir ajoyib san'atkorlar ko'pchilik o'tib ketdi. Yana Qadamboy Ahmedovni eslading. Samandar akalar, Boltoyevlar, Quvako'p otalar, shunday bir ajoyib san'at Iskandar Xo'jaboyev juda bir fayzli san'atkor edilar. Butun san'atkor. Qadamxon Yaqubovlar. Hozir ham masalan İskenderamiz bor yana esdan chiqqan Xo'jayev. Xo'jayev Iskandar Toshkentda ajoyib san'atkor. Albatta. Qo'shko'pirdan yaxshi san'atkorlar chiqqan. Ko'pincha shunday bir
men san'atkorlar bilan, boshqa tumandagi san'atkorlar bilan, yo viloyatdagi san'atkorlar bilan suhbatlashib qolaman. Shu unvon olmagan qo'shko'pirlik san'atkorlar degan gaplarni qiladilar. Bu narsa endi unvonni xalq beradi. Men ularning shuni yengaman, unvonni xalq beradi. Bizlarda o'zi xalqni o'zi siylab, xalqni o'zi shu xalqimizni san'atkori deb unvon bergan san'atkorlar juda ko'p. Kerak bo'lsa shu unvon olgan san'atkorlar bilan bellasha oladigan san'atkorlarimiz ham bor. Fakat Evet. endi bu hammasi Allohga ayon. Bir vaqti bilan shularni masalan qoldirgan merosi bizlar uchun unvon deb sharaf bilan eslab yursak, shuni o'zi katta gap. Mana men shu Gevarjon opam Matyaqubova bilan faxrlanaman. Qo'shko'pirdan chiqqan shu opamiz masalan hozirgi kunda shu O'zbekiston xalq artisti, butun raqqosalarimizni ustozi. Qo'shko'pirdan chiqqan shu ajoyib onaxonimiz, uning umri uzoq bo'lsin iloyim. Endi to'ylar masalasine kelsak O'zbek, san'atkorni daromadi ko'pincha to'ydan. 100% desem bo'ladi, 100% to'yda. 100% desang ham bo'ladi. Ana shu to'ylardagi, men to'ylarda ko'p yuriyman. San'atkorga bo'lgan hurmat to'ydagi san'atkorni yana bir pog'ona shu to'yni o'zida o'stirib beradi. Goh vaqtlarda lekin san'atkora hurmatini joyina qo'ymaydigan to'y egalari olsun, to'ydagi mehmonlar olsun topilib qoladi. Men xafa bo'lib ketaman. Ana shu narsalarga hech qaraysan. Shuning bir yerlarida men guvohi bo'lganman. San'atkor charchadi, to'yni sovdi, mashina minyatir, ketyatir, xizmatini qildi. Shu borib yana 5 ashula aytasan. Sana pulingni berib turibmanmi? Aytasan. Tutib turgan yerlarida san'atkorni bir xafa bo'lib ketgan yerlarini ko'rganman men. Shu masalalarda torini asib san'at yo'lidan chiqib ketganlar ham bor hayotda. Sen nechik qaraysan? Shu yerlarida o'zingni masalan tutib olishing, boshqasi. Individa vaziyatni men hozir o'ylandim, shu vaziyatdan kelib tutish kerak san'atkor o'zidan bo'layman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, chunki to'g'ri endi masalan bu yerda hozir torini qo'yib ketganlar bor deysiz. Balki ularni shu yigitlik g'ururini bir bizning bir nima deydi, yigitlik g'urur bo'ladi insonda. Shu g'ururni deganda, ey qo'y shu g'ururimni toptolmasin deb shuning gap so'zda bo'lganda ular vaziyatda. Lekin iloji boricha endi men umumiy savollarga javob berishga harakat etaman. Shu iloji bo'lsa masalan baribir san'atkor, xalqning xizmatkori 5 ashula desa masalan bu 5 ashula degan odamni kerak bo'lsa 2 ashula bilan ham ko'nglini olsa bo'ladi. Masalan, vaziyatdan chiqishning bir yo'li bor. Yaxshilik. Men shu tarafda, shu tomonlamaman. Masalan, xalqdan tushunish mumkin, to'g'ri, endi hozir har xil inson bor, masalan, har xil kayfiyatdagi insonlar bor. Iloji boricha shu yaxshilik bilan tugalishini yo'lini san'atkor nima deydi, o'zini mas'ul, javobgarlikda bo'layman to'g'risi. O'zini berib, chunki san'atkor u od yo'l bilan. O'zini shuning chiroyli xulqi bilan shu vaziyatdan chiroyli chiqib ketadigan yo'lni topish shart va zarur deb o'ylayman. Vaziyatdan chiqish san'atkorga bir xos fazilat bo'lishi kerak deb o'ylaysan. Albatta endi 500 odam yanglgan olsa, 500 odam 500 xil fikrda. To'g'ri. Birava bir aytib turgan qo'shiqni yoqadi, birava yoqmaydi, birava boshqa qo'shiqni talab qiladi. Bu jarayon, san'atkorlik jarayoni ham endi hozirgi davrda ayniqsa O'zbek ko'p qiyinlashib boryotir bu. Oldingi ina retro to'ylarni ko'ramiz. O'zlarimiz ham masalan sen o'zing ham yosh emassan, 85-87-yillarda san'atkora xalq boshqacha nazar bilan qaradi. Albatta, to'g'ri. Bu narsa endi qaytmasligi mumkin. Chunki zamon shu daraja rivojlanib boradir. Shavqin, suronli to'ylar ko'payib boradir. To'yxonalardagi to'ylar. Oldin masalan shu ko'chada o'tirib
san'atkorni şu ağzına qarab, ovozina qarab o'tirgan insonlar, havas qilib qarab o'tirgan insonlarni ko'rib bir boshqacha olib ketasan-da. Endi hozir aytganingning vaziyatdan chiqish uchun harakat qilib, ijod qilib boraverish kerak. Yangi ijodlardan bormi? Albatta bor. Qo'shiq yaratish, masalan, o'zing musiqaga solib, chiroyli so'zlar topib yaratish sening uchun bir xos fazilatlardan biri. Xudo xolasa her yıl 1-2 ashula yaratib turibsan. Va. Endi ashula yaratish degandan hozir shu savolni asosan qo'shimcha ketaman. Ijod bu hozir insonlar iymondan gapir. Ashulalarimiz. Qaysi ashulamiz bo'lsin, qattiq ayniqsa nasihatlarim doğrusu meniki oyda emas, bir yillar mobaynida ijodda ne deydi deb shakllanib yillar mobaynida ijod etib chiqqan narsa, to'g'ri? 1 yil 2 yilda chiqqan narsa emas ular. 7-8 yil bo'lgan ularning boshlanganini. Shu kuy, shu ne qo'lima olib kellada aylanib yillar mobaynida chiqadi-da. Hozir bugun inshallah yana bir kamida 7-8 yosh, 10dan ham ziyod ashula durib tushunadi. Lekin qachon chiqadi Alloh biladi. Qachon kelib ko'ngilga tiqqatib uradi. Ana endi insonlar aytib keyin aytib taqdim etib boshlaymiz. Lekin shu aytganingizdek yilda 1-2 chiqadi, ko'p chiqmaydi. Ko'nglinga yaqadigan joyinda shu pishdi shu narsa. O, tayyorda bir ko'ngilga уже keladi, ko'ngling to'ladi, ana keyin ijodkorlarda bor. Taqdim etib boshlaymiz. Bor narsa bu. Men ham ga she'rlarni bir boshlab qo'yaman. Shu bilan qolib ketadi. Keyin yana bir takror shunga murojaat qilaman. Yana bir narsa keladi, yana takror murojaat qilaman. Oxiri bir ko'nglinga yoqsa, xalqqa taqdim qilasan. Ijodkorda bor narsa shu. Hozir masalan yana bir narsa urfga girdi. Bu narsaya nish qaraysan endi ijodkor sifatida she'rni muzikani birovdan sotib olib ijro qilib bemalol sahnalarda yurganlar ham bor. Tayyor narsani. Endi bu ham bir biznesga aylandi. Lekin u tayyorlab bergan odam ham ijodkor, u ham gap topib bo'lmaydi unga. Lekin bu yondagi san'atkor endi o'zini vijdoniga havola tayyor narsani olib bemalol to'ylarda, konsertlarda aytib yurgan san'atkorlar ko'p hozir. Bularni endi ijodkor deb bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Bilasiz, men shunday insonlarga shunday insonlarning to'g'risida fikrimni o'zimdan bir ma'lum fikrga kelib yurgandim. Evvelak geldi ki fikrim. Shu aytdim shuni. Men bu insonlarga achanaman doğrusu. Ko'pchilik san'atkorlarga achanaman men. Shunday gerek bo'lsa Allohning haddi soni yo'q. Xizmat ko'chiga hajuniy xalq artistlar bor. Men shu insonlarga achanaman. Chunki umrini ziyoladi-da. Shu degandan hozirgi bu insonlarning ham haqiqiy hayotni bilish uchun boshqa haqiqiy o'zini topish kerak-da. Shunda haqiqiy hayotni bilib, nima ekanligini bilib yashab o'tib ketadi-da inson. Aytchakmanki har kim o'zi kasbini etish kerak. Bir kasbni egallagandan keyin mukammal shu kasbni oxirladan egallab bo'lgandan keyin o'zini topadi u. Ana keyin hayotni. Ular hozir show biznesda hayot puldan iborat emas-ku masalan. Puldan iborat emas. Hozir afsuslarki ko'pchilik insonlarda shu hayot faqat puldan iborat bo'lib qoldi-da. Shu nima ekan deb qoldim men doğrusu odamlarning hayoti azondan kechgacha pulning ichidan qo'llaydi-da. Lekin bu e'tiborli ben eşenemem ular insonlar. Bu afsuslanaman shu insonlar. Ichim o'shadi ular. Yaxshi, achinsa ham shular ham omad tilab qo'yaveradi. Chunki yoshlarimiz orasida hozir shu yillar endi o'zlari tushunib olaveradi, shu gap so'zlar o'zlari tushunib olaveradilar. Lekin haqiqatdan bir shuni me'yorina yetirib, artistchilik qilib, chiroyli qilib, omadini sinab ko'rib yurganlar ko'p. Endi saraka pucha o'zi xalqni o'zi ajratib boraveradi deyiladi. Chunki san'atkorlarimiz, ulug' san'atkorlar baribir shularning ruhlari qo'llab, haqiqiy iste'dodlarni qo'llaydigan ruhlarimiz bor. Ajoyib iste'dodlar namoyon bo'lib boraveradi. Avazbek shu san'atkorlikdan boshqa kasblarni
Masalan, pul topish uchun boshqa ishlar ham qilasanmi? Albatta. Qilganman, hozir ham qilamiz. Sen Toshkentda taksichilik qilgan vaqtlaringni eslayman men. Endi u bir o narsani hobbi desa bo'ladi. U hobbi bo'lgan ekanda, u qiziqib hayotni o'rganish, Toshkentga borib, baribir birinchi borgandan keyin darrov o'rganib bilmaysan-ku, hayotni ko'rasan, uni ko'rasan, har xil vaziyatlarga tushasan. Masalan, Toshkentga ketishimiz ham bundan bir hikmati bor ekan, shu anda yurib, masalan, men ustozimiz masalan Og'abek Sobirov bilan shu anda danishganman. Birinchi marta shu anda ko'rishganman. Shu inson bilan yaqin bo'libdim. Bo'lsa shu taqdir ekanda deyman-da, masalan, har bir narsaning o'zi hikmati bo'ladi ekan. Undan keyin masalan mana musofirchilikdan men boya aytdim, rizq ham meros ochiladi ekan. Bu yerdan yashagan umrimdan shundan ko'p hikmatlar yotgan ekanda. Musofir bo'lmaycha musulmon bo'lmaysan deydi. Lekin bu yerdan shu instrumentlar bilan yetganman, shu anda ya davlat aytib turardim. Ichki sharoitlarda ijod etganman. İcad to'xtama, shu andagi ijodlarni haliga gapir deyarlar, shu andagi ijod etib kelgan narsalar shularmas. Rossiyskiy desam bo'ladi. Rossiyskiy. Uning narsalari ko'p. Albatta, musofirlikdan ko'pincha bir quyilib ijodkorni miyasına ajoyib bir fantaziyalar keladigan davrlar bo'ladi. Chunki bir hayot o'nqir-cho'nqirlardan iborat. Ana shuning hayotda o'z o'rningni topish uchun dinmik harakat etishing kerak. Kerak bo'lsa o'rningni topgan so'ng ham shu o'rningni mustahkamlash uchun yana harakatni jadama mindiraverishing kerak bo'ladi. Yana bugungi kunda Qo'shko'pirdagi qaysi san'atkorlarni tan olasan sen? Tan olishdim, og'ir savollar. Endi birini aytsang, biri xafa bo'lishi mumkin, lekin bu san'atkorlarimiz lekin Qo'shko'pirdagi hamma san'atkorlarning samimiy, hammasi bilan yaxshiman. Hech bir bilan bir yomon munosabatda emasman. Hammasi bilan yaxshiman, hurmat etadilar, hurmat etaman. Endi sozina keladigan bo'lsak, bor ishlarinda. Normallilari bor. Endi uni birma-bir adını aytib o'tirmak kerakmi? Chunki juda ham ko'p ular bilan ko'pchilik bilan o'tiramiz, Alloh tomon desam ketaveradi. Yanlarda ham Qo'shko'pirda bo'lsin, kolxozlarda bo'lsin, ko'pchilik haqida to'g'risi. Hammasi sog' bo'lsin, hammasini hurmat etaman. San'atda ko'pincha san'atkorlar, yana shu to'ylarda yurgan yigitlar seni bir o'zini baland tutadi, mensimaydi degan bir fikrlar ham aytadilar-da. Ochiqcha endi gaplashaveradigan joyidan bu studiyada. Lekin menga nisbatan masalan ishab uchrashgan bo'lsak, to'ylarda uchrashamiz, birga to'ylarda bo'lamiz. U narsa sezilmaydi-da. Sen ya birovlarga nisbatan ishlatasanmi shunday bir? Yo'q, endi agar to'g'risini aytaman, endi bu yerda yolg'on gap kerakmaydi. Bundan bir masalan yangi chiqib patron bo'lsa, endi bir yoshlik aytib bir qilib qo'ygan bo'lishi vaqt eski gap bo'lishi mumkin-da, lekin bu yoqqa ham bir 15-20 yildan ziyod bo'ldi u narsa, lekin men tashatimda bo'layman u narsalarni. Shu vaqtlar yaxshilik aytib bir bo'ladi-ku endi masalan. Ya qarasam aytganda jonqilda bergan bo'lishing, so'lab berishing mumkin yaxshilik aytib. Shu vaqtlar, lekin hozir yanglishadilar, uning fikrda bo'lmasa kerak. Chunki vaqt ko'rsatadi hammasini, muomala bilan bilinadi-ku. Ulg'aygan sayin baribir inson bosiladi baribir. Bosiladi. U daraja bo'lmasa kerak, lekin men o'zimni kibrli inson deb o'ylayman, u darajali. Endi ular shu lekin bir narsa bor, esimga tushib ketdi. Egilganga egil dedi, boshing yerga tegguncha dedi. Kekkaganga kekkay dedi, boshing osmonga tegguncha dedi-ku. Ana shu narsa amal etaman-da, shu yerlari bor-da. Shu balkim birov va shu harakatni mat turgan vaqtda bu yandan birov qarab shuni ko'rib qolgan bo'lishi mumkin balkim masalan, to'g'rimi? Endi shuning bo'lishi ham kerak ko'p vaziyatlarda, rostdan ham. Duman bir egilaversak ham tap-tap o'tib ketishlari mumkin. Albatta. Inson o'zini o'rnini bilish kerak, o'zini kerak gapini bilish kerakmi? Seni ko'p yana shu nasihat qo'shiqlaringda bo'lsin, klassik qo'shiqlaringda haqiqatdan bir klassik adabiyot namunalaridan olgan narsalaring bor. Shu ilohiy bir nuqta bilan so'zlashadigan gaplar, boshqasi. Masalan, bu narsalar hech qachon o'lmaydigan narsalar. Chunki
Barıp hemmesi şu ilahiyatga sanat ham taqaladi, boshqa kasb ham taqaladi, hemmesi barıp şuna taqaladi. Evet. Bizlarni yaratgan Xudo şu istedoddan boshqasini ham hemmesini kuzatib turibdi. O'zi beradi. O'zi Beradi, beradi. o'zi oladi. Senin bir qo'shiqlaringni eshitib o'tirib, bugun bir arxivdan bir she'r topdim. Endi qiyomat so'zi hech qachon o'lmaydi. Chunki bu so'z Qur'ondan kelayotgan so'z. Bu so'zni anglash, bu so'zni bilish, bu so'zni idrok etish har kim emas. Men bir she'r yozib qo'yibman ekan endi. Qiyomat degan she'r. Bemelgeler kara karganı kayı, namertler elinde mertlerini payı, hatına yetmedi erni yağdayı, kıyametini günü kursun yaranlar. Yad korgana ayak basar bikele, baylık istep elden kaçar ülkele, halal, haram bir döşke sükeler, kıyametini günü kursun yaranlar. Ulal min öledi kölünü sazanı, kulaka girmeydi mılla azanı, 3 günlep yuğulmaz rızkını kazanı, kıyametini günü kurgay yararlar. Könlünde perdaz yok yüz perdazlıla, hürmin burin tişlep alar tazıla, eybini koşar kazıla, kıyametini günü kursun yararlar. Yan koşnunu için yakar biyetemiz, azgınları gep tapar koyu semiz, yaddan çıkar bay geda bir yoldamız, kıyametini günü kursun yaranla. Hudasızlar nala kılar Hudaga, gurbet yer saladı bütün dünyaga, zen kesel düşedi hatta tıllaga, kıyametini günü kursun yaranlar. Bu bilgiler hemişe bizler sezip yürüşümüz gerek olan bilgiler. Çünkü bugün hem bu bilgiler, keçen bolgan, 100 yıldan keyin boladı. Bu narsalar bir anglaş diyen ma'noni bildiradi. Ben she'rni sana sovg'a qilaman shuni. Bir vaqtida chiroyli qilib, ko'ngling yoqsa qo'shiq qilib aytarsan, Xudo xolasa. So'rayacak edim, qachon yozdingiz o'zim uni? O'zim men temama yaqin ekan bu dejak edim sizga hozir. Arxivdan seni temang Shu chiqib qoldi. hozirgi bu she'rlar yozib ko'p. Men doğrusu Aybek aka bo'sh vaqtimda kayfiyatga qarab ko'proq kitoblar o'qishni yaxshi ko'raman. Shular kitoblarda ko'proq ilmiy kitoblarda insonni masalan ma'naviy, ma'rifiy, ruhiy tarbiyalovchi satrlar bo'ladi masalan. Endi kitob o'qish bu fazilat bu. Albatta san'atkor shu aytganingning haligi vaziyatdan chiqish uchun, so'za boy bo'lishi uchun, chiroyli qilib davrani tutish uchun albatta kitob o'qishi kerak, dinmini o'qish kerak, dinmini tinglashi kerak. Boshqalarni o'zini o'rnida qo'yib, o'zini boshqalarni o'rnida qo'yib, bu narsalar hammasi ustozlardan kelgan deyotgan nasihatlar. Shularni hammasini egallab olsang, xalqning o'ngida yuzing yorug' bo'ladi. Men ham to'y boshqaraman. Masalan, suxandonlik qilaman. Bilasan o'zing, suxandon ham oson emas. Albatta. Kimadir so'z bermading deb ham ta'na eshitasan. Kime ne için söz verdin depem tane iştesen. Bir ailede 3-4 xil adam boladı. Ama ular birbirini fikri birbirine doğru gelmedi. Şu hemmesini orap, çırmap bir caya getirip şu toyunu ötkazib berişin gerek. En yine bunun mesuliyetli cayı. Aradan 10-15 gün ötkenden keyin studiya xodimlari, yine bizlerine hazır Kumush studiyasi tasvir olib turibdi. Shularni diskini olib borib beradi. Ana shular diskni ko'rib, to'yni ko'rgandan keyin bir yerda yo'liqib qolib rahmat aytsa, bir boshqacha bo'lib ketasan. Yerindan ham qo'rqib yurasan. Yo'q vaqtda. Masalan, shunday voqealar ham bo'lgan. Diskni ko'rib bo'lgan so'ng Aybek aka falan yerda cholashtiribsiz ekan degan guringlar ham bo'lgan masalan. Shuning uchun bu to'y yaparalara to'yina bir o'yinning to'ylari. Men hamisha san'atkorlar tarafdaman to'yda. Chunki 200-300 milyon sarflab to'y qiladilardan san'atkorni eng oxirida darrov tanlab diktornom aytib to'yni kurs o'tirib beradilar. Lekin mas'uliyat bizlarda axir shu yerda. To'ylara shunday bir
Niçin mesuliyet bilen karıysan sen? Toya tayyorgarlik jarayonyň, mesela toyunu aldın. Şu toyunu soğuşa mesela üzüňde bir jedem etip Toy meselesi indi bu bir de ne dedi? Ciddi mesele dep bilemem ben. Hazırkı toylarını men 80-90% desem boladı. Ama meni kürimdekinin toy emes da o ne dedi? Sel ciddirek olan yaşamasın diye men toylana. Haya, iba diyen mesela itibar alıp azgına beşkenelik diyen mesela aptaşap mesela da beşkenelik küçeyip gittiler. Şimdi hazır yine şu sanatçılara indi ya bir üzerim sever bir falan kes okamız yok kadar indi bize indi az bosam bir söyleşe onumuz yoktu belki lekin söyleştirgen iş gerek o azaldan işimizdeki çıkar şunu aytamız dım beşkenelik gitti dım beşkenelik şimdi millilikni yine mesela keyinki vaqtda mesela millilikni mesela Yıldız Usmanova, Azatbek Nazarbekov mesela şular dım yüksek çok derecesine çıkardı da bilemem lan. Ama şu yo'nalışda davam etsele bu muyum diyeyim ben mesela dım seyazlaşıp başka yerlerden şu alıp dım tili tralivali de onun bir multifilm ok ketken diski müzik ok ketken lan Mevlana'nın indi bunu aytmasam boladı da. Nişe edip şunu işlediler bu koşku sanatçının indi yüzü biledi yüzünde ötkenine indi aytdım bu ya olan halını mesela açılamam olara. Lekin ulanı işledi o adamdan ne gidesiz abi ya. Ulan kim buladı yerden? Ulanı bolları kim buladı mesela? Ne dedi ya bir şunda meynavazçılık değil mi? Ne dedi ki bir meynavazçılık. şu aş talebelerine ben doğrusu dedim karşıma. Hani bir toya bargandan ki ya bayağı aytkanınız değil. Köpinçe sanatkarın bağlıktan ben şunu da bilemem. Çünkü bizimiz köp büyük ustazlar bilen köp toy soğugansız. Mesela Rahmetcan Kurbanlı artık ekele, Bağmur tekele bargan toyda şuydaki 1000 adam olsa 1000 adamam şu insanın kolun elinde kolunu köksünde durup şu insan şu mesela toyunu başarıga mesela Mart'taki olsa rahmet Allah şu insanını devlinesi bilen şöyle feyz şükür kurtturadı şu adam gitince mesela. Şu derece şunu boğan mesela şu derece sanatçı borç gerek diyeyim ben boğanı geçirmişim onu. Bunun için kuru mihnet boğanı mesela şu Kemalci ustalar atacağına gelen hemmesi ki kaysı ustaz boşuna kattı nezer. Hemmesi mihnet bilen ilişkiler edip bileme 100%. Mihnetsiz kim 1% verildi. Kan 99'u mihnet değil. Şimdi elbette sanatçılar bilen dürünleşkende böyle bir toy mevzusu yine şu birinci plana çıktı desek olur. Beşkenelik diyenin indi meni üzümem mesela hazır sen 80-90% dedin hakikattan şu dereceye vardı. Ustazı şu Azamet Atacanıp bir uçraşıda aytkan geppi elinden giyenem ortada, elinden gemeyenem ortada diyen bir günü şunu miyamonlaşıp kaldıdan rastlam şunu yok badır. Şimdi bu devirni toylarında mesela üzü oynayduğun sanaklı erkekler vardı. Ortaga çıkıp ular kayıl kılıp oynaydılardı bu. Narımlı olsun, iskaklı olsun, alma pişkende gelin olsun, kayıl makam kılıp oynuyorlar. Şunu tamaşa edip o insanlar zavk alırdı. Hakikattan biri. Yaşlarım şulan tamaşa edip oturarlardı. Indi mesela yaşlar üzerimiz şu vakta mesela. Karab oturganımız şu artistlara, kempirler vardı oynayduğun mesela. Şu köpemez mesela her mahallede 3-4 adam bizi gerek oynap yine oturup hazır devrede hem raks geçsin diye yerine nöbet gelip yattı da. En geçinelliyerim bu yine. Sahnede durupsan tarını koyup selam oynap gideceksin da. Mesela. Ben sana ait durgam yok. Sen oynanın görmedim kuda. Şimdi sanatkarlarım peyda oldu ahir. O elinde indi hazır udobni oldu. Sim yok mikrofon. Nere barsan bara veresin. Yanında özü aytıp yatıp da panagramma. O evvelki de sim süre bir iş yok. Vam oynap yatadı orta kaç. Diye coralan yakasın. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Diski çesen ayda donmasan
Kaşa oldu da indi. Kaşa olup ketdi. Shuning uchun endi albatta hech kimning ko'nglidan malol kelmasin. Bizlar endi oshkora suhbatimiz Açık bor. hakikat. Açık hakikat albatta. Endi yigitlar, qizlar chiroyli olib to'ylarda yurgan san'atkorlarimiz ham bor. Albatta bor. Men shu to'yxonada sahna qurilib qo'yibmi? Gelin sahnasi bo'lak, san'atkorning sahnasi bo'lak. Shu sahnada turib, shu yerdagi 1000 odamni o'zini jalb etib lol qoldirsagina, masalan, o'zini san'atkorman deb hisoblasa bo'ladi deb o'ylayman. Xudo aytolmam, 7dan 70 yoshgacha tinglab bilish kerak-da. Endi shu gapni yaqinda bir yosh san'atkorlarga aytsam, birisi aytdi, Artık Atajonovlar, Atajon Xudoshkurovlar ham o'ynagan-ku deydi. O'ynayversin. Ular ham san'atkor. Har bir odamni o'ynasha haqqi bor. Lekin ular u darajada o'ynab chekishyapti. Masalan, ulardan o'ynagan bo'lsam shu her bir barmog'ida, her bir ishi yeğeninde yelkasida usulni tutturgan ular. Usul tushgan ulardan şey mesela, doğru mu? Ha, xolos. Hozirgi zamonda eng yetishmaydigan narsa shu san'atkorlar. Usul nomini bilmaydilar masalan da. Endi ular shuning bir xos davralarda o'zlarini bir chiroyli bazmlarida albatta aytganingning usul bilan albatta qo'shirayotib yaqinda yana Atajon akani bir narsani ko'rdim. Zapisini, retro zapis. Shuning bir usul verib qo'shirayib olib turibdi. Uni o'zi havas etasan unga masalan. Albatta. Shuning uchun endi o'zlari biladi deb turibmiz. Albatta bizlar bir dumon bir hali u darajaga maslahat beradigan darajaga erishmadik. Hozir o'zing ham kamtarlik qilib turibsan. Lekin shu san'atkorlar o'rtasida, yosh san'atkorlar o'rtasida bo'lib turgan shu voqealarni ham ozgina bir o'zlarına bir o'ylab ko'rishlari kerak bo'ladi. Unda obro' olib, balkim shunda yoqib sendan ko'p to'ya boradi endi. Omadini bersin. Lekin u qachongacha boradi? Aytganingning bunda boraversa, ertangi avlod nishadadi. Qarshi olib ketadi aytganingning. San'atkor neda, o'yinchi neda, yevjora neda, boshqasi neda anglab bo'lmay qoladi. O'qit ham yemaydilar ertangacha. Şöyle oturup oynayıveradilar. Shuning uchun bu mavzu tugamaydi, o mavzu. Seni bir bize tugatali shunday. Bize hozir tugatib qo'yaveradi. To'ylarda bo'lgan bir qiziqarli voqealar yo'qmi? To'ylarda bo'lgandim qiziqarli voqealar bordim. Bize yaqinda bir odam esimga solib qo'ydi shuni bir yere bir yana 2 Yevropa tomoni dam olishga bormadik, ko'l o'yna şöyle bir şu vaqtlarında ko'p ancha yillar burun uylarında xizmat qilganmiz, bu og'alarimiz ko'l o'yna taklif qildi. O'tdi. Şöyle bir inson o'tirib qoldi. Bir yerda görüşganmiz, men ko'zimga isib bosildi-da, lekin u odam shu yangama qarab gülaverdi. Nechanchi yil edi shu jonim? 2008 ya 2007-yilda yurgan endi u. Bir inson bir bola geldi, uylenecek bola, to'y aytib. Gapleştik, to'yini gapleştik, pullarni ham gapleştik, hammasini, zalogni tashladi, ketdi. Qishni kuni o'zim, qish oyi, yanvar oyi yanglishmasam. Qalali o'tam yer. To'ya bordik, to'ya betda bo'ladi, ko'chada vaqt, to'yda suvdi. Girdik, uy bolani akasi keldida, inadadidan hafız hammasi chiroyli, to'y zo'r, hammasi ajoyib so'g'ilib, endi gün batchaqda namoz vaqtida ketyapmiz, qarab tushdim. Geldi de üyesi pulunu verdi. Indi pul sel köprak kemiz da. Indi falan sonra aytgan pulunu ama aytdım. Çekilip hem durma onu yıkalatışım ama aytdım. Falan kesa adayandı. Bize bu pula gelişmeyemiz. Balans çakırın mı aytdım. Balans çakır ben dedim. Yok yani çakırın balansın dedim da. Balans doğrusu dedim. Günde bir balans bilen bu baka gelişmeyemiz dedim. Başka baka gelişkenmiz dedim da. Indi pul azarak kemiz olsa indi mi gidecek mi? Indi köprak ondan keyin aytdım doğrusunu doğru. Balans çakırın keyin. O yanki adam köyüne gelip yok bu yine artıkça üyedeki oturganlarım artıkça pul sonra tuttu da böyle ama yana bala geldi. Yani ki ekesine aytdı ama ben şu avezan aytkan baka geçken benden. Kim ular berdi bunlardan bularım hapa boğaning bo'ldi. Chiqib shunday bo'ldi shu aralıkta bize gittik yine şahitler var neler var bundan aldık da şimdi berib şeyde yani bala bilan etiraz qilib gittik ish qilib.
Şöyle aşırı bir gep söz bulup turgan vaqtında koňuşsy birisi iş kılıp ne be sanatçylar düşündüğüm bolady bir gepli bolmaýdy dep anşap düşüngen ne işletip durup ya agasy öýesin agasym kim eken jan taryny doğru körpeçeye oragan şonun özünde. Var. Körpeçeye oragan bize bilimiz onu. Lekin bize gittik üyegenden keyin tar yok da ýeçede. Kim telefon etdik. Bardyk kim tar kalyp ketdi desek aýtmadylar. Yok de tapylmyn geldik. Eteňizi azam bilen telefon etdi tutdular. Abuz gelin tarını sap oldu dedi. Bir yere aşırı neye bir mal yantıra bir yere çetekli üstüne zınt gitken böyle. İşgali bunun hikayesi köp gepiniz karşı tar avlandım komediya boyunca. Bize haram çok eken. Vide uçoz koyulan çakır. Allah bize gitkenden keyin bak gittik ku. Bir günah adamını kamagarla bir gün. Vay. Bir günah yangi adam. Keyin lekin o adam başka bir eken da onu. Keyin tarını kaytarıp aşırı taptılar, çakırdılar bize. Ertengisi barıp, tarını alıp, şöyle gelin salam boladı. Gelin salamından bir iki beş yıl aydıp, kuanıp, şuna kayıtkamız. Lekin onu aşağındaki köp gepsizini bilmeyene gelmiş. Şu adam aytıp verdi. Yani adamın kamağa lazanacağını. Keyin iş kılıp şöyle, ben bir neseye kayılı kaldım. Şöyle yakında günde. Mikro akıbetin adam bulanı. Bir adamın şimdi milise kapap, kamap, neselerem, yani adam bildirttiler diye köpçülük kim ağanlı. Şuna aytmagalar. Şunu bastı etip bir-birisine hiç kimden kap olmasın dep şunu dedik kanla ben şu kayıl kaldım dedik şu insanlarla. Şimdi vakayla boğayın işte bir kızık onu bir azgana bir köp adam soruydu lan ben de böyle premolda olsam şunu boğamı da şunu köp soydan şagayın da azı bir anık niçik boğanlığını ayıp berip turupmanla. Indi toylarda elbette kızıklı vakayalar köp uçuydu yadından kamıydı. Ben şu 17 yaşar vaktimde toylara çıktım. Bizim mektepten beni deriversin Bektur'dan mektepten alıp çıkıp gitedi. Okutuvçuyla gepleşedidan popkeni, Jiguli'ni bardakçokuna taşıyımız. Arkasına açadı taşıyımı. Ben hemen gitemem. Toy solduradım ha. Şimdi pul veredi. 3 soğum, 5 soğum şu vakta yakşı pul yeteğisi mektepte de şep pulu bilmem ben ki. Pulan bu. Keyin meni lekin toyda etadigan işlerim hem köp. Yankı kalonkelerini neye asışım gerek men. Birinci derekleri asışım gerek. Yüngülmen, tırmaşıp çıkamam ben. Neyem yakşadım pis kulturaga. Torniklerde birinci orunu aladım. Çıkıp yankılarına asışım gerek, kabirlerini yazdırışım gerek. Ama usul itilçem bir 2-3 usul itilçi var. Üzerimiz yanında Atavay Usta, Köpinçe. Bir de Şerif Ata. Zaporoj'da yankı ejlerine müezzini asıp yine mikrofon tutup duradı o yeri ben bu adam benim mikrofon. Mikrofona stoyken oylap tapılmağın şu vakta. Keyin bir toyda canım yandıdan komşunun malxanasında yava durgan eken yavana gelip saçtımdan mikrofonunu bayladım yankı yavağa. Şimdi teknolojiya oylap durup bana. Hele artistler çıkıyatır indi. Yankı mikrofonunu işindetip yankına koşulayıp bayladım kazakını yırttım la. İçinde koydum. Oylap tapkamacıma bizim hem söğünüm. O maktadım gelip kabus. İyi yarıpsan ku boladayken ku. Keyin laboratoriyalardan bir vecle topek gelip yasap başladılar o vecle. Boladayken ku. Ben söğünüp oturup ben bir vaktan birinci mi ikinci eşullardan keyin senin bir yigit zınıp geldidan paksadan aşıp devre uğurlu devre yugurup geldidan mikrofonunu alıp zınıp erip yavan alıp gitip batırdan. Öy dep kışkırsam yankı koy dese mallara otaşacak olsam yava yok sen vurup gitmedin mi dedi. Komşun yavasını vurup gördüm. Ana yine tutup duruşa ne oldum şurada mecbur oldum. Şunun bir devreler bir feyizli çıraylı devreler vardı. Anayım bu kadrata sunayçı Bağmalı devlet kadratan ova. Indi 80-90 yaşına giryendi. Bağmalı kadrata. Bağ kadrata he? Boğay bilinme anıkını. Ova. Boğay yaşa bir yan oğay. Kirop'tan edi gerekiyor he? Kirop'tan edi. Indi şu adam indi kalbimizde hemişe bir yakşı neleri bilen, hisletleri bilen kaldı. O adam zor insan edi. Bir toya barganda sınayını o vakta şu doğru bir çelek, bir yarım çelek suya suluydu vardı o. Şu bağından akızıp
Bir yandan mündet duradı vardı. Şunun belki bulaklı sunnayları şunun indi. Hazır sen yine sunnayçılar öğrenirsen bu sulağını görmedim ulardan. Keyin bu dumarkayın oturamız Aybek Gür palav yiyimiz dedidan şu salmada su var eken. Şimdi işin su. Şu suya sunnayını bir kamışa bayladıdan suya batırıp koydu. İş öde duradı sen gelin giyenden yugurup gelip sunnayını aparıp veresen yürü dedi. Bari palavını vurdu. Köçede oturup yiysen ondan palavını. Tarak durup maşinlerin signali geldi. Gelin gev kışkırıştılar boldu var sunnayına geldi. Karasam yankı nasoz yanlarından salmağa su gelip sunnay akıp getipti da. İşin ne su var şu vakta. Olup duruptu sunnay yok içeride. Toyçunu bütün arzu ermanı sunnay bilen gelin gelişi gerek beraka. O doktatıp köptü ede. Kadratağa söylebem yaptılar sunnayın. Maittim sunnaya hiç ilaç olmadı. Şu vakta yine bir yankı meyir akıbet diyenin hemen bir işe girişip yetişi. Maittim sunnayını işöre kamışa baylap koyverdik. Nasıl olsa yanıptı. Nasıl olsa çığa söküp gittiler üçü yakadı. Toy tamam boyunca yakmin dursa oladı gidip. Nasıl olsa mesela arakta sesem iştilip tuttu. Keyin giyevci oralı yugurup geldi dan ne mamma olup sunna yakıp gitti. Ey resmin giyevci oralı çalularını çizgap bir yarımı yüzü çaluğunu çeşip taşap salma boylap gittiler salmağa çöp. Sunnay kadar. Ama bir 15-20 modlardan keyin birisi törden kıçkırdı taptım dep suyunu bir paxta atıza getedi onun nesi var eken kulakı. Şöyle ilişken eken lan canavar. Ama ümmeti götü çıktı ilanını gidiyor alıp gelip şunu bir çıraylı bir vakıyalar bolar daha şey elat hali esliydi şunu. Gökdam'da mı niye de bu adı toy. O diyenin toylarda bir çıraylı vakıyalar boladı. İş kılıp hemme toylarda şu köngül kuşluk bilen bir şadiyana bilen ötkeziş nasip etsin. Bundan keyin hem Əvəzbek işlerine ahmet dilimiz. Hem muakt icadın hiç kaçan doktamasın. Senden ümidimiz kette. Bütün Koşköpür sanatı için küreşedigen yigitlerden biri sen. Berçe tengdaşlarına ahmet dilimiz emmesine. Bugünkü teşrifin için yine bir bara sana teşekkür etamiz. İcaddan çarçama. İndi Xuda kalasa bugün yine şu stüdyoda muhlislarımıza çıraylı koşuklarından bir icra kılıp veresen. Bahar kudret kolumuzdan gelince. Elbette yine şu körsatuvumuzda yakşı niyet, yakşı istek bilen koşuklar yengreşini biz berdavam boluşunu tilap kalamız. Devlet nazarına ek gelipsen Koşköpür'de ben en koşuraydı yaşlardan biri de bilemem bunu. Üzerine dum tedbirkar yigit. Kendine sunnay güruhlarından bir 3-4'sünü düzüp taşadı bu. Ben ornumlu şuna boş atamam. Çıraylı kılıp koşuk dinleyimiz. Şerefik ya tapmadım
ya kayan barsam ey bulurlar Romlaşlar hem de muhamra Tünerler behra menden Men tüner tapmam biriydim Niverat ağamanam Din kimenen istegey ben Özüyem beremen bulmaz Menim beremen diyemez Közü izleri seher Ni çekil oynamam Lebi şedidir ölüm Dilem necatım Bu dem olsun imanül Hatırı sasbatımla Nideyi peribez Mülki kadın ya hayatımla Ayağın üzeri çeşmeyle Nâni nişan diyemez Çıkanmay küngüley Rondurun ösrü şamı burkan Din tüker eşkini küzem İntizar avri subi ve diyen İlacı bulmasın Mayıveş kurşid tereddine Kiregmez aileküm Şekli kim Hüsnü melâhemediyen İçim ulçaya gitmez Tenim bulup ben diyetmez İçim ulçaya gitmez Tenim bulup ben diyetmez Bugün çabuklar içine Yok yedi
görmesin yani üçün dipmiz ulay otmulay yüzün hoş sana vay değmesin diye köz muhabbet tuğ mu din özge umut özüne esbendi etmez Ende canım niçe gün mihman ikenin bilmedim Ende canım niçe gün mihman ikenin bilmedim Öttü ömrüm avderi devran ikenin bilmedim Belki nadanlık bilen kurdum imaret düğünü Belki nadanlık bilen kurdum imaret düğünü Bu imaret ahiri veyran ikenin bilmedim Bu imaret ahiri veyran ikenin bilmedim Niçen yakşılardan bir yama peyda bulur Niçen yakşılardan bir yama peyda bulur Bir yamanın şımlığı din mevcudan derya okur Bir yamanın şımlığı din mevcudan derya okur Divane meşrep kalender köyde bir yarlı Divane meşrep kalender köyde bir yarlı Ahiri mihnet bana cebru olsun bilmedim Ahiri mihnet ey bana cebru olsun bilmedim Azarına menden başka çıdanmaz Sevgimize küpler kılardı heves Azarına menden başka çıdanmaz Sevgimize küpler kılardı heves Bana senden özge yok din kılapna Sen bulmasan özge yavra bakş sevgim Özge yavrunun yüreğine nakş sevgim Seni desem osmanlardan gelesen
Eybim şu mu sevişimni bilesen. Seni desem asmanlardan gelesen. Eybim şu mu sevişimni bilesen. Taşlap gittin bar azaplı göresen. Ey sen bulmasan özge yavra bakş sevgim. Özge yavrunun yüreğine nakş sevgim. Sen bulmasan özge yavra bakş sevgim. Özge yavrunun yüreğine nakş sevgim. Gebe girdin ey aramızda buzdular. Ey sen bulmasan özge yavra bakş sevgim. Özge yavrunun yüreğine nakş sevgim. Sen bulmasan özge yavra bakş sevgim. Özge yavrunun yüreğine nakş sevgi. Aşınanı koy brader, aşınanı koy brader, menge insandan gepir. Nefs işin bir lagze çitlep, işku imandan gepir. Rozgar hiç tolmagay, rozgar hiç tolmagay, gar dip eterler bil anı. Garnı kanda oktulga zursan, ilmu irfandan gepir. Garnı kanda oktulga zursan, ilmu irfandan gepir. Bulu vücut toprak yürür kim, can kuşi unge konak. Bulu vücut toprak yürür kim, can kuşi unge konak. Ruhge bu toprak gerekmez, ruhge asmandan gepir. Ruhge bu toprak gerekmez, ruhge asmandan gepir. İki küç iki tamam tartar yemiş her kimseni. İki küç iki tamam tartar yemiş her kimseni. Söz
Sözü şeytandan hezer kim, sözü rahmandan gepir. Sözü şeytandan hezer kim, sözü rahmandan gepir. Öttüler şahı gedalar, öttüler şahı gedalar, bürme bir bu sahneden. Sahneliğe ortadan gep, sahneliğe ortadan gep, menge uyandan gepir. Meyli Abdüselam dünya işine koymağıl. Meyli Abdüselam dünya işine koymağıl. İşke kol bent bulsa bulsun, bir gece nalan gepir. İşke kol bent bulsa bulsun, dil gece nalan gepir.